Assalomu alaykum obunachilar. Men Urganch Dekkan bozorini Optum bozorida turibman. Azon bilan Optum bozorida narx-navolarni tanishtiraman. Videoga bir like-dan tashlab, obuna bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum og'a. Yaxshimisiz? Endi semishkalardan boshimiz bir qator. Semishkalarni nerniki baqa? Bu semishkalar vodiydan kelib turibdi Qirg'izistonda. Necha so'mdan boshlaydi? Bu Optimga mana paketi 5 kilo. 5 kilomi shu? Shunchalik deyram. O, shu kunchalik yomon. Sho'g'ri xili bor, sujji xili bor. 130 dan berib turibmiz paketini 26 mingdan. 130 necha kilo? 5 kilo. 5 kilo, 130 ming so'm bo'ladi. Buni Mana bu ham shu bahodan berib turibmiz, Optim bahoda mana. Mazali xili bir zo'r ekan lekin. Optimga berib turibmiz. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomerlari 93 557 89 35. Ya obunachilar nomerlarini aytdi. Ostdan meva chevalar bilan danishdan rahmat turadi. Men gilos narxlari, gilos debman kechirasizlar. Kultnika narxlarini necha so'mdan qo'yib berdingiz? Assalomu alaykum. Kultnika bilan 30 ming so'm qo'ydik Optimga. 28 beramiz. Ko'proq. Nerniki bu? Vodiy. Vodiy. Necha kilo chiqadi shkolada? 2 kilo, 2 kilo. 2 kilo, 2,5 kilo ekan. San'at kechasi Bugun 7-may. 7-may 30 ming so'mdan. 7-may 30 ming so'mdan qo'yibdilar obunachilar. Yana sizlar meva chevar narxlari bilan tanishtiraman. Bunda olmalar bor ekan. Yaxshimisiz? Necha so'mdan qo'yib berdingizmi olmalar? 19 ming nerniki? Kitobniki. Qashqadaryo. Qashqadaryo, izi ko'pmi bu? Nomeringizni aytib bering. 99lik 994 0509. Ya, obunachilar kimga kerak bo'lsa to'y etsak, do'koni bor odamlar akkab beraverasizlar. Dastlabki ko'proq qasa dastlabki aytib beraverasiz. Dastlabkasi ham bor. Obunachilar dastlabki ham aytib beraveraman dedi. Obunachilar bu yerda muammo bor ekan. Necha chalmoqmi? 12 ming so'm o'g'a Eron'daki. 12 ming so'm? Ha. Eron alması. Saladinlik kommunist buzding ku bay. Vakuum, bırak. Dişlersiz suya oturladı. Necha so'mdan qo'yib berasizmi? 12 ming so'm aksiyaga. Aksiya bakalım. İzi ko'pmi? İzi ko'p, soni cheklanmagan buni. Telefon nomeringizni aytib bering. 90'lik 035 77 97 telefon etaverasiz. Obunachilar telefon aytaverasizlar. Olib sotadigan tadbirkorlarga ishlab beradi ekan. Gilos. Necha so'm bo'libdi ekan bu? 7-may. Necha so'mdan qo'yib berdingiz yapti? 32. Bu 7-may 32 ming so'mga tushdi. 30, 32, 35, 40 adam var. 30'dan 40 adam. Şulan necha so'm mana shular? 32 ming so'm. 32 ming so'm ekan, ajoyib ekan. İzi ko'pmi buni? Nomeringizni aytib bering. 99, 283, 50, 12. 50-12. Yine mandarin bedi. Mandarin Optum mekanlarına geldim ben. Necha so'mdan qo'ydingizmi ağa? 217 kilosu. 17 ming so'm mu bular? 17 ming. Bular necha so'm? 15 ming so'mdan iri xillar. Bular zo'r xillar ekan. Nerniki bu? Bular İran'niki. İran'niki. Ama imunda yine. Bular necha so'm? Eski 200'den. Necha kilo? 9 kilo tadası. 9 kilo. Toyçular kaçpan beremiz gelse. To'ychilar yana bu olib sotadigan do'konchilar bo'ladi, shularga qaytib berasiz. Ama kaç beremiz. Nomeringizni ayting. 99 501 60 14. 60-14 yine. Ağama müracaat etaverasiz obunachilar. Kuruşa baymında yine. Kuruşa açacağız mı? Bular 230'dan. 230 ming Ama so'm. Messi. Ne istiyor ekan obunachilar? Bu kuruş necha so'mdan qo'ydingiz? Eski 130'dan bunu 13'ten çedi. 13 ming so'mdan ikilar. Şiirel ya gıcı tavuk. Obunachilar 13 ming so'mdan qo'yibdi, zo'r video. Bugün banan narxlari necha so'mga tushdi? 7-may 2026-yil necha so'mga qo'yib berdingiz ağa? 20 ming so'm. 20 ming so'mga tushdimi? O, yine. 20 ming. Nerni banan?